Akalar barchaga assalomu alaykum do'stlarim. Kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar bilan esa men Oybek Abubakirov. Siz Oybek TV kanalidasiz. Bugun esa yangi o'yinimizga start berar ekanmiz. Har bir aka-ukamizni qalbidan joy olgan mashinalardan biri. Va'da bergandik Telegram kanalimizda BMW X6 MK akalar. Nastoyashisi. Endi mashinaga ikki og'iz ta'rif bersam, men o'ylayman har bir aka-ukamizni orzusini amalga oshiradigan mashinalardan biri turibdi. Do'stlarim, $100,000 tasavvur qiling, uy-joy, mashina, kvartira, biznes qilaman degan aka-ukalarimizga xullas boringki, yelkangizdan eng katta tashvishingiz toshni ag'dariladi. Eng muhimi akalar, bu o'yinimizda chiptamizni bahosini 1000 rubl qilib qo'ydik. Har bir aka-ukamiz o'ziga pozolit qilishlik uchun. Bo'lmasam ikki og'iz ta'rif berib o'tib ketaman. Glavniy prizda bosh sovrinda bugungi o'yinimizda BMW X6 MK 600 ta ot kuchi akalar. По кругу kamera, 9 tubkalik robotizirованный korobka turibdi. Razdvoyniy выхлопlar qilingan polnus do'stim, bu mashinani yurishini ko'rsangiz, men o'ylayman prosta nima desam akalar. Har bir aka-ukamizni mechtasida do'stim. Shuning uchun o'ynab ishtirok etib, o'z omadingizni sinab ko'rasiz. Mashinaga keladigan bo'lsak, 20 xil podsvetka, двойной panorama, эмочный сиденьялар, раздвоенный akalar, разный широкий diskalarda, lazer faralarda 360 gradus по кругу kamera bo'lyapti akalar. Endi nastroyingizga qarab, xohlasangiz tablosini o'zgartirib qo'yasiz, xohlasangiz podsvetkasini. Akalar, mashinamiz yili 2020-yil aytib o'tganimizdek va nastoyashisini qatdan bilasiz. Faqat korobkasidan, rullarida M1, M2 nadpislaridan do'stim. Shuning uchun o'ynab ishtirok etib 1000 rubl evaziga o'z omadingizni sinab ko'rasiz degan umiddamiz. Chipta olish uchun faqat Telegram kanaliga o'tishingiz kerak. Mana shu video ostida описаниyaga ham qo'yib qo'yamiz, kommentariyaga ham zakripit qilib. Telegram kanaliga o'tinglar, podpisatsiya qilinglar. Hamma yangi ma'lumotlar har kuni faqat Telegramda chiqyapti. Bu o'yinimizda akalar 10,950 dona ishtirokchi ishtirok etyapti. 3 ta glavniy priz mashina qo'yganmiz. Ikkinchi mashinamiz esa Hyundai Solaris 2021-yil. Avtomat korobkada 1.6 объем. Hammasi stiklopodъемlik, ya'ni maksimalniy komplektatsiyada akalar. Nimaki deysiz, bu mashinada ham hamma qulayligimiz yetarli. Uchinchi mashinamiz esa Kia Rio 2021-yil. U ham avtomat korobkada maksimalniy komplektatsiyada akalar. Ya'ni katta multimedia, podogrev rul, podogrev сиденья, hammasi stiklopodъемlik, skladivание zerkallarigacha bor do'stlar. Shuning uchun nima qilamiz? O'z omadimizni 1000 rubl evaziga sinab ko'ramiz. Qurbingiz yetgancha bilet olsangiz bo'ladi mana shu o'yinimizda. Va do'stlarim, stoyt qancha bilet olsangiz, chunki yonimizdagi mashinani turishini ko'ryapsiz-ku do'stim. Pul prizlariga kelsak, 100,000 rubllik, 2 ta 50,000 rubllik, 10 ta 10,000 rubllik va 100 ta 5,000 rubllik pul prizlarimiz bor. Aytib o'tganimdek, chipta olish uchun Telegram kanaliga o'tamiz va tushunmagan joyingiz bo'lsa akalar, +7 904 601 50 21 WhatsAppda yozib qoldirsangiz, bolalar sizga Telegram kanalimizni silkasini tashlab berishadi. Har biringlarga akalar, avvalam omad yor bo'lsin, omadinani bersin. Bir omadingizni sinab ko'rasiz degan umiddaman bu mashinaga. Endi omad sinamasangiz ham men o'ylashimcha juda katta xato bo'ladi. Shuning uchun bosing, o'z omadingizni sinab ko'ring. Biz esa yangi o'yinga esa startni berdik. Barchaga birdek omad akalar.